Hammaga salom. Klipomaniya kanalida bugun Ummon guruhining Tog'lar trekiga ishlangan klipni ko'rib chiqamiz. Qo'ldan kelgancha tahlil qilamiz. Obunachilarimizdan biri Baxtiyor ismli yigit so'ragan ekan, Ummon guruhdan ham bitta obzor qiling deb. Qani videoni boshlaymiz. Mana videoni boshida klip bosh qahramoni mana Zohid uni xayollari, uni yuragini ichidagi kechinmalarini ko'rsatish uchun aynan o'sha yuragini shaffof tarzda tanasidan ajratib ko'rsatmoqda. Demak, qani ko'ramiz uni yuragida o'y xayollarida mana bosh qahramon yigitning yuragida 4 ta eshik bor, lekin hamma eshiklarga qulf osilgan, chiroyli bo'yab qo'yilgan, eskiroq bo'lsa ham qip-qizil bir tekis eshiklar. Ya'ni buni yuragiga kirish eshiklari yopiq boshqa odamga. Ya'ni mana shu bosh qahramonimiz mana shu qizdan boshqa qiz bolaga joy yo'q demoqchi. Bu yigitning yuragida. Mana shunday fikrda bizga ochib berishmoqchi klip ijodkorlari. Qani ko'ramiz davomida nima bo'ladi. Endi e'tibor beramiz. Eshiklar ko'k rangda, qandaydir bu o'g'il bolani ramzi bilamiz. Qizil pushtrang qiz bolalarda ifodalasa, ko'k ranglar ko'proq o'g'il bolalarni ifodalaydi. Eshiklar qiyshayib ketgan, eshiklar ochiq. Bitta begona odam ham kirib kelyapti yetmagan joyiga. Assalomu alaykum deb. Mana boshqa eshiklardan ham boshqa odamlar kirib kelib qoldi, 2 ta 3 ta. Bu nima degani? Bu qizning yuragida joy 1 gektardan ham ko'proq degani. Ya'ni bu qizlar variantlar juda ham ko'p. Bu yigitdan boshqa ham. Endi buni aynan qiz bola bu sevgi muhabbatga xiyonat qildi deganimi yoki miyasida, yuragida, o'y xayollarida ko'proq odamlar bormi? Buni hozir aniq aytib bo'lmaydi, lekin shuni xulosa qilishimiz mumkin. Qiz bolaning yuragida joy ko'p, juda ham joy ko'p odamlarga, ko'p yigitlarga. Kirib shampanskiy ham ochib yubordi. Shampanskiy ham o'zi ham to'ylarda qo'yiladigan shampanskiydanmi deyman. Ya'ni maishatning belgisi bu. Maishat degani o'zi may va ishrat degani. Ya'ni may bu spirtli ichimlik, alkogol, ishrat endi bilamiz, ko'ngil xushlik qilish. Qiz bola demak diskotekalarda ham xizmat ko'rsatib yurgan bo'lishi ham mumkin, balkim chiroyliroq qilib aytadigan bo'lsak, tez tungi klublarda dam olib turishi ham mumkin. Ortiqcha emasmikinman? Bu yaxshimi o'zi? Yomonmi? To'g'ri qilyapmanmi, yo'qmi? Men ketishim kerakdir balki bu joydan degan fikr kelyapti bosh qahramonning miyasiga. Endi e'tibor bersak, bu qish. Bu yigitning xayollarida qish va bitta so'qmoq, tor yo'lak, ko'cha. O'sha buni umr yo'lidir balki, katta ehtimol bilan. O'sha umr yo'lida endi u tanlov qilish kerak. Yo o'sha qizni tanlash kerak, yo o'sha qizni tashlab ketish kerak. Yurib kelyapti o'zining umr yo'lida. Kiyimlarga e'tibor beringlar, qop-qora. O'zi bilamiz, kiyinish stillar bo'yicha mana qora kurtka yoki boshqa qora shim, ko'k rangli shimlardan bilan bitta yorqinroq kiyim kiyilishi kerak. Shunda chiroyli bo'ladi. Endi kimdir bilmasa, plus qo'shib ketyapman. Qorani ichidan qora kiyib olmaylar odam sharmanda qilib. Lekin bu yigit
Nimaga qora kiyinib olgan? Uni kunlarida boshqa rang yo'q, oq va qora bo'ldi. Chunki u bola ikkilanib qolgan, dumkada yuribdi. Nima bo'ldi, nima qilamiz endi deb o'ylanib yuribdi. O'sha uzun umr yo'lida. Qaror qildi, burilib ketdi. Mana klip fonida trekda aytayapti, Shohruh aytayaptiki, reper, bu oxirgi toli uzilib ketdi deyapti. Men qoyil qoldim. Klipda chuqur ramziy ma'no bor emas. Bu narsaga men zo'r deb ayta olmayman, lekin ramzlar juda chiroyli tushuntirilgan, obraz juda chiroyli tushuntirilgan. Qo'shiqni klipi bilan so'zlari, klip syujeti bilan qo'shiq matni bir-biriga sinxron ketyapti. Bunga qoyil qolish kerak. Hozirgi kliplarda bitta juda yomon tomoni, qo'shiq boshqa narsa deb yotadi, klip umuman boshqa narsa deydi. Bu juda yomon narsa o'zi aslida. Badiiy kengashda ko'rib chiqadiganlar ham u faqat kiyimiga qaramaydi yoki u faqat nima desa bo'ladi, nima demoqchiligiga qaramaydi. Qo'shiqning matni bilan klip qay darajada bir-biriga mos tushadi. O'sha narsalarga ham e'tibor beradi. Mana nimaga bu klipni men tahlil qilish uchun olib chiqdim. Sinxron qo'shiq matni bilan klip sinxron. Qoyil qolish kerak bunga. 1 sekund, 0.5 sekund, uzog'i 2 sekund farq bilan matn bilan klip sinxronlashgan. Bu zo'r degani. Afsus ko'rinyapti. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana afsuslanish bor ozginagina qizni ko'zida. Bu qilgan ishidan afsusda. Balki chin dildan afsusdadir. Balki boshqa narsani o'ylayotgandir ichida, bu noma'lum, lekin afsusdaligini ko'rib turibmiz. Bu ish noto'g'riligini qiz tushunib yetyapti klip oxiriga kelib. Mana klip oxirida shuni bilishimiz mumkin. Yigit bilan qiz bitta joyda turibdi, bitta pozitsiyada turibdi. Bu degani nima degani? Bu yigit bilan qiz birga umrini davom ettirishi mumkin degan katta ehtimol bilan. U yog'i endi mavhum nima bo'ladi? Mana uzun yo'l, umrda uzun yo'li, yo'lda tuman. Mana ko'rishimiz mumkin. Yo'lda tuman degani, mana yo'l tuman. Yo'l tuman degani u yo'lda uzog'i oxiri ko'rinmayapti yigitning ko'ziga. To'g'ri, hozir ishonib orqaga qaytdi, qiz bilan birga qoldi, lekin u yog'i hali nima bo'lishi noma'lum. Buni hali hayot ko'rsatadi degan. Mana yana klip boshidagi introga qaytdik. Mana yigit tuman ichida turibdi, tutun ichida turibdi, qorong'u joyda. Buni ma'nosi nima? Buni ma'nosi bu yigitni ichidagi, bosh qahramonni ichidagi ko'nglidagi kechinmalar xuddi shunday mavhum, aniq emas. Buni hali kelajakka umidsizlik deyishimiz mumkin yoki boshqa narsa bilan ifodalashimiz mumkin. Klip so'ngida shuni aytishimiz mumkinki, xulosa sifatida odamning ichki kechinmalarini klip ochib bergan, yaxshi ochib bergan. Klip matni bilan, ya'ni qo'shiqni trekning matni bilan klipning syujeti juda bir-biriga sinxron, o'ta sinxron. Bunga qoyil qolmasdan iloji yo'q. Klip chiqqaniga bir 10 yilcha bo'lib qoldi. Lekin shunday bo'lsa ham, hali ham odamlar qayta-qayta ko'rishyapti, qayta-qayta bu qo'shiqni eshitishyapti. Qoyil qolmasdan iloji yo'q bu narsaga. Videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. Videolarimizga like bosing, komment yozing va kanalimizga obuna bo'ling. Bundan ham yaxshiroq kliplarni sizlarga mazmunini ochib berishda, tahlil qilishda davom etamiz. Sog' bo'ling.